Assalomu alaykum farzand ishqibozlari. Ko'pchilik so'radi. O'zbekiston fazani bilan siz boqayotgan Kavkazskiyni farqini solishtirib bering, tushuntirib bering deyishganlarga video qildim akalar. Ko'rasizlar farqlarini. Kavkazskiyga e'tibor beringlar akalar mana. Kavkazskiyni mana shoxi bo'ladi Kavkazskiyni. Betini qizili katta bo'ladi mana Kavkazskiy fazan. Shoxlarga e'tibor beringlar mana. Sirdaryoskiy fazanni hozir ko'raman hozir. Şekil koyu vardı ama burçakka bol var işte. La hamas mas'ulski axotni pazarladılar akıllı. Koyu vardı mı? Burada mana qo'rqmaganligini ko'ryapsizlar mana odamlar yaxshi qo'rqmaydi bular. Kavkazskiylar. O Sirdaryoski 3 ta qo'y vardı. 4 ta mana makiyoni bilan sakrayapti odamlar shunchaydi. Mana Sirdaryoskiy fazan. Bor beringlar mana. Shox umuman bo'lmaydi bularda. Sirdaryoskiyda shox yo'q. Mana ona Kavkazskiy ko'ringlar mana shoxini. Bu Sirdaryoskiy mana. Bu Kavkazskiy. Rangi ham mana bardovoy svet bo'ladi mana Sirdaryoskiy. Kavkaz mana rangidan bilsalar ham bo'ladi mana Kavkazskiy. Ochiq svet bo'ladi. Jussasi yirik bo'ladi Kavkazskiyda mana. Boshi katta bo'ladi Kavkazskiylar mana boshi. Boshlari yo'g'on bo'ladi. Sirdaryoskiy boshi ingichka bo'ladi. Sog' bo'lasiz ham bo'ladi.